Assalomu alaykum MMA muxlislari. O'zini dahshatli nokautlar bilan muxlislarga ega bo'lgan MMA jangchisi Mavlud Tififni yangi ochgan zaliga keldik. Mavlud, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Zal haqida ozgina ikki og'iz gapirsangiz. Zalimiz Gagarinda Dashkondan burilganda svetofordan Gagarin 121 agar lokatsiya bo'lsa hamma ko'radi. Hozircha Muay Thai bo'yicha, MMA bo'yicha, kurash bo'yicha, jiu-jitsu bo'yicha, rukopashnik bo'yicha hamma trenerlarni qo'yganmiz. Nasib bir kunda boks bilan taekvondoni ham nima qilamiz. Hozircha mana Xudoga shukr, zalimiz to'lib qoldi. Nima deyman? Kelinglar, trenirovka qilinglar. Ertalab soat 8 dan zalimiz ochiq, yosh bolalarga, ayniqsa yosh bolalarni ko'tarish uchun o'zim Muay Thaidan ham, MMAdan ham hozircha o'zim Yurbashi Ilhom trener, trenerim bilan birga trenirovka qilib Rastamlar chiqib qolamiz. Navbatdagi jangingiz rasman tasdiqlandimi? Navbatdagi jangim menga 5 ta bo'ladi, 26 sentyabrda nasib inshaalloh. Mana shu oy oxirigacha zborga chiqib ketaman, o'zim tayyorgarliklarimga o'z zalmalarni qilib. Nasib duoda bo'lib turinglar, nasib inshaalloh 26 sentyabrda chotki nokaut qilib yutib sizlarni xursand qilaman. Nasib raqibimiz ham braziliyalik, yaqinda o'zi Mangu ligasi o'zi opchi nima qiladi aytadi. Bu jangda sizga omad tilab qolamiz, Mavlud. Rahmat, sog' bo'linglar.